Assalamu alaikum qarindoshlar. Men bo'lsam Ehson Tursun. Men Ko'li shahar ichidan 2015 yil o'rtada Turkiyaga keldim. Hozir Imom Xatib o'qitaman. Men dadam apamning ikki akasi va bir singlisiga guvohlik bermoqchi. Dadamning ismi bo'lsa Tursunjon. 2017-yili dadamning kampiga akirib kelganligini uqdim. 2019-9-oyda xabar olishimcha kampdan qo'yib berilmabdi. Ikkinchilab guvoh bermoqchi o'g'lim apam Zo'ra Gulamdul. 2019-9-oyda xabar olishimcha apamning hozirgacha kamp ekanligini uqdim. Mening 4 ukam bor. Eng cho'ng 8 yosh, eng kichik 2 yosh. Ularga apam dadam qarmi solmaydi. Üçüncü guvoh bermoqchi o'g'lim apamning cho'ng akasi Mehmetjon Amdul. 2017-yili kampga kelgan. 2019-9-oyda xabar olishimcha kampdan qo'yib berilmaganligini uqdim. 4-yilab guvohlik bermoqchi o'g'lim apamning kichik akasi Feyzullo Amdul. 2017-yili kampga kelganligini uqdim. 2019-9-oyda xabar olishimcha qo'yib berilmaganligini uqdim. 4-yilab guvoh bermoqchi o'g'lim apamning singlisi Rana Gulamdul. 2019-9-oyda xabar olishimcha kampdan chiqmaganligini uqdim. Xitoy hukumati kamplarni taqaduq deb bayonot e'lon qildi. Agar rostlam taqagan bo'lsa, nimishqa ota-onam va urug' tuqqanlarim men bilan ko'rishmaydi.